Bugun o'ziga tatish kuch qanuniyati to'g'risida paranglashamiz. Yaxshimisizlar? Men Lale. Nimishqa ba'zi kishilar o'ziga tatish kuch qanuniyatini unumi yo'qdek his qiladi. Bugungi videodan bu savolingizga javob topa olishingizga ishonaman. Birinchidan, ko'p uchraydigan sabablardan biri shuki, amaliyotda siz o'ziga tatish kuch qanuniyatiga haqiqiy ishonmaysiz. Ong va energiya qatlamida siz uni ishonish deb atsangiz bo'ladi. Ya'ni biz bir narsaga haqiqiy ishongan vaqtda sizning butun vujudingiz bilan his qilganlaringiz o'xshash bo'lmaydi. Biz kichikimizdan qabul qilgan tarbiyada izchil ilmiy bo'lishni ta'kidlaydi. Dalil isbotni ta'kidlaydi. Lekin dalil isbot orqali o'ziga tatish kuch qonuniyati va har xil energiya qatlamidagi narsalarni aniq isbotlash intayin tez. Shunga bizning tafakkurimiz, bizning logikalik tafakkurimiz yanada bu ishning rostligidan gumonlanadi. Gerçi sizning bak ishoningiz kelgan bo'lsa-mu, balkim siz untinsiz yanada gumonlanayotgan bo'lishingiz mumkin. Shunga siz uningga ishonmagan vaqtdami, u yanada ishlaveradi. Lekin buningdan ansirashingizning hojati yo'q. Amaliyotda dastlabda mendimi gumonlanishlar bo'lib baqqan. Bu intayin normal ahvol. Siz balkim bir mezgil vaqt jug'lanmasa muhtoj bo'lishingiz mumkin. Ondan asta-asta ishonishga boshlaysiz. Balkim asta-asta o'zingizda bularni isbotlashingiz, his qilishingiz, ko'zitishingiz mumkin. Shunga boshqalarning nima degani muhim emas. Balki haqiqiy ahvolni o'z beshingizdan o'tkazib, his qilib beqishingiz, izlanishingiz kerak. Ikkinchi nuqta sabr taqatsizlik. Do'chvanda Shangming Nasbasqan hayot degan bu kitobda doktor Kabassin savrchanlikning bir xil aql parasat ekanligini aytgan. Ba'zi ishlar o'zining vaqtida yuz berdi. U bir misol keltirib mundaq deydi. Masalan, bir bola pili qo'rchiqining g'ozakni yerib chiqishi uchun pili qo'rchiqi g'ozakini yerib tashlashga yordam bermoqchi bo'ladi. Lekin Qur'oniga yetgan bizlar uchun aytganda, biz pili kepinikining paydo bo'lgan vaqti kelganda chiqadiganligini bilamiz. Bu bir suyligili bo'lmaydigan jarayon. Gerçi siz o'ziga tatish kuch qonuniyatidan foydalangan bo'lsangiz-mu, yana bu ishning zodi qaysi vaqtda yuz berishini to'liq kontrol qila olmaysiz. Shunga biz azroq savrchan bo'lishni o'rganib olishimiz kerak. Agar siz mushundaq tashvishlanish holatida turgan bo'lsangiz, uni askammaydi. Chunki siz izchil tashvishlanyapsiz. Uning ustiga bilishingiz kerakki, siz titit bo'lganda sizning uningga texim ishonmaydigan bir aylanish davriligiga kirib qolganligingizni tushundirdi. Uchinchi nuqta, bu nuqta pek muhim. Siz balkim nurg'un qitimlab shaylarni haqiqiy jalb qildig'ini sizning o'yingiz emas, tafakkuringiz emas, balki ta'siratingiz, kayfiyat holatingiz, chastotingiz deb aytganlarimni anglagan bo'lishingiz mumkin. Bu haqiqatan eng cho'ng xato tushuncha, eng cho'ng yadroliq masala. Nayt aniqki bu fikr yurgizish orqali qo'lga keltiradigan natija bo'lmasdan, balki sizning intayin yuqori kayfiyat holatini saqlay olmasligingiz. Mana bu muhim nuqta. Albatta bizning kayfiyat va o'y fikrimizning intayin zich bog'lanishliq ekanligini, to'xtamay o'zaro ta'sir ko'rsatadiganligini inkor qilib bo'lmaydi. Bilishingiz kerakki, kayfiyatingizning energiyasi xiyolingizning energiyasidan ko'p kuchlik. Uning jalb qilish kuchimi intayin kuchlik. Shunga kayfiyatingizni ko'proq ko'ziting. Eng oxirgi bir nuqta, siz erishmoqchi bo'lganlarimni o'ylayapman deysiz, lekin amaliyotda siz erishgingiz yo'q narsalarni o'ylayapsiz. Pulni aytsak, bu eng oddiy bir misol. Hamma odamning pullari bo'g'isi bor. Bu muqarrar. Endi men boya degan haliqi nuqtaga qaytsak, narsalarni jalb qildig'ini sizning o'yingiz emas, cho'ng menga emas, balki sizning butkul kayfiyat holatingiz. Hozir bir odamning texmi ko'p pulga erishgisi bor desak, u izchil menga texmi ko'p pul kerak deb o'ylaydi. Siz uning kayfiyat holatining qanday ekanligini faraz qilib baqsangiz bo'ladi. Ko'p qism kishilar menga texmi ko'p pul kerak deb o'ylaganda, u intayin tashvish ishida, kamlik tuyg'usida, vahimalik holatda, hatto hozirgi ahvoldan bezor, namoratlikdan bezor bo'lish tuyg'usida bo'ladi. Uning kayfiyat holati amaliyotda intayin tuvan tavrinish chastotasida bo'ldi. Shunga pulga erisha olishi intayin tez. Gerçi kallangizni mening texmi ko'p pulga erishgim bor deb signal taqitvatidi deb qarasingizmi, lekin sizning badaningiz, kayfiyatingiz kamlik tuyg'usi, vahima, tashvishlanish qatorliq usullarni taqitvatidi. Buningga qarshi yana bir misol olsak, agar mening texmi ko'p pulga erishgim bor desangiz, bu chaqda o'zingizning rostli pulga erishgan chaqdagi kayfiyat tuyg'ularini butun vujudingiz bilan his qilsangiz, ya'ni men pulga erishdim, men xushal deb to'xtab qolmay, shu bayashatlik ep kelgan xushallik, erkinlikni butun vujudingiz bilan his qilsangiz, agar rostli bularni tasavvur qila olsangiz, butun badaningiz bayashatlik tuyg'usiga to'ladi. Agar siz mushundaq holatga cho'kib o'ygansangiz, bayashatlik sizdan qochib qutula olmaydi. Men bugungi videoning sizga yordam bo'lishini umid qilaman. Biz kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.